Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşıladığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsida qıtınlar ekranımızı bolsun. Xitay 200 ming kishini sürgün qilishni planladi. Tangritog to'rining 12-iyundagi xabarda bildirilishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayoni doiralari harakat loyihasini o'ttirg'a qo'yib, binokorlik qurilish sohasi bo'yicha atalmish yangidan ishga o'rinlashtirish harakati nomida 3 yil ichida 200 ming kishini yurtlaridan sürgün qilishni planlagan. Bildirilishicha, harakat loyihasiga asosan 2020-yildan 2022-yilgacha binokorlik qurilish sohasida 200 ming kishini yangidan ishga o'rinlashtirish planlangan bo'lib, 2020-yili 50 ming kishi, 2021-yili 70 ming kishi, 2022-yili 80 ming kishi bo'yicha ijro qilindi ekan. Bulardan sirt yana 250 ming odam qatim ishga o'rinlashtirish bo'yicha tarbiyalash planlangan. Harakat loyihasiga asosan atalmish Uyg'ur avtonom rayoni binokorlik qurilish turidagi maktablarda 1dan 2 ga o'qituvchi tarbiyalash bazasini qurib chiqish, har qaysi viloyat, oblast, shaharlardan 1dan 2 gacha amaliy mashq ulgi bazasi qurib chiqishni ishga oshirish planlangan. Xitoy atalmish ishga o'rinlashtirish nomidagi surgun qilish harakatida Sharq Turkistonning janubidagi Qashqar viloyati, Xotan viloyati, Aqsu viloyati, Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblasti qatorliq Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan asosli rayonlarni muhim nuqta qilgan. Xitoy doiralari mazkur harakatini binokorlik qurilish korxonasi, Emgak hamkorlik kooperativi, Emgak kuchi avatkuchi shirkat qatorliqlarga tayinib tashkillik planli holda ijro qilishni planlagan. Kuzatuvchilar Xitoyning bu planining Uyg'urlarni lagerga solashdagi yana bir xil shakl bo'lishi mumkinligini, xalqaro jamiyatning jiddiy tanqidiga uchrayotgan Xitoyning amdilikda qurilish binokorlik sohasida odam tarbiyalash degan nomda Uyg'urlarni yana yig'ib olishga tamshilayotgan bo'lishi mumkinligini bildirishmoqda. Xitoyning yuqori darajalik amaldorlarini jazolash taklif loyihasi o'tirg'a qo'yildi. Fransiya Xalqaro radiosining 12-iyundagi xabarda bildirilishicha, Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining parlament a'zolari Amerikaning davlat bexatarlik strategiyasi haqida dokulat sundi. Doklatda kishilik huquqi daxli taruz qilgan Xitoy Kompartiyasining yuqori darajalik amaldorlariga jazo yurgizish o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, Xitoy siyosiy byuro doimiy komitetining a'zosi Han Jing bilan Wang Yang qatorliqlarmi bu tizimlikka kirgizilgan. Amerikani kuchlantirish va yer shari tahdidiga taqobil turish nomli bu bexatarlik dokulatini 150 parlament a'zosidan tarkib topgan Cumhuriyetçiler Partiyasi tadqiqot hay'ati o'tirg'a qo'ygan. Dokulatning birinchi bo'limida Amerikaga birinchi nomerliq tahdid hisoblanadigan Xitoy Kommunist Partiyasini qandoq bartaraf qilish o'tirg'a qo'yilgan. Dokulatda tilga ilingan Xitoy Kompartiyasining yuqori darajalik amaldorlari asosan Hong Kong, Aumin masalalari, shundaqla Sharq Turkiston va Tibetdagi kishilik huquq dafsandachiligi bilan munosabatli kishilar ekan. Mazkur dokulatda Han Jing bilan Wang Yangni jazolashning asoslari ko'rsatilgan bo'lib, Han Jing Xitoy Kommunist Partiyasining Hong Kong ishlariga bevosita mas'ul yuqori darajalik amaldori ekan. Wang Yang Xitoy siyosiy maslahat kengashi mamlakatlik komitetining raislik vazifasini o'taydi ekan. Undan boshqa yana Xitoy Kompartiyasi markaziy komiteti birlashma oldingi xizmat bo'limining mas'uli ekan. Amerika Ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasi parlament a'zolarining bu dokulatida Xitoy Kommunist Partiyasining zo'r strategiyasi xalqaro sistemani Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi sistemaga o'zgartirishdir deb ko'rsatilgan. Dokulatda bildirilishicha, Xitoyga zarba berish bo'lsa, Xitoyning sanoat jasuslik harakatlari va aqliy mulk huquqini o'g'irlash qilmishini cheklash, yolg'on uchur tarqatishni to'xtatish, Xitoyning kishilik huquq dafsandachiligiga qarshi turish, Xitoyning yer shari xarakterlik harbiy zamonaviylashishiga taqobil turish, Hindi Tinch okean rayonidagi ittifoqdoshlikni kuchaytirish qatorliq 5 xil tarafni o'z ichiga oldi ekan. Dokulat yana Hong Kongga munosabatlik masalalarga chetishlik boshqa kompartiya amaldorlaridan Hong Kong va Aumin ishlari ishxonasining mudiri Xia Baolong va aloqalashish ishxonasining mudiri Lu Huning qatorliqlarni jazolash tizimligiga kirgizilgan. Dokulat yana atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partiya komitetining kotibi Chin Quango, Tibet avtonom rayonlik partiya komitetining sekretari Wu Yingji va Xitoy Kompartiyasi jamoat xavfsizlik ministri Zhao Kejiga jazo yurgizish taklifi o'tirg'a qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu jazo yurgizish plani Amerikaning yer shari magnitiski kishilik huquq javobgarlik qonunini asos qildi ekan. Bu qonun loyihasi Amerika prezidentiga kishilik huquq ig'ir dafsandachiligi va cho'ng chiriklikka chetishlik shaxs va o'rinlarga jazo yurgizishga huquq beradi ekan.
Xitoy amaldorlariga beriladigan jazolar bo'lsa, Amerikaga kirishni cheklash, mal mulkini to'ng'nitish va mal mulk savdosini cheklash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ruminiya Xitoy bilan hamkorligini to'xtatdi. Fransiya Xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Yevropa Ittifoqining Xitoy mablag'iga bo'lgan ishonchining kunsiri tuvallishiga ergashib, Ruminiya bu juma Xitoy bosh yadro elektr guruhi bilan tuzgan Ruminiyada 2 yadro reaktori qurish kelishimini bekor qilganligini e'lon qildi. Ruminiya iqtisod ministrligining talabiga asosan Ruminiya davlatlik yadro elektr shirkati rasmiy qaror chiqarib, Xitoy bilan Ruminiyaning bultur 8-mayda imzolagan yadro energiyasi kelishimini bekor qilgan. Bu kelishimga asosan Xitoyning bosh yadro elektr shirkati Ruminiya davlatlik yadro elektr shirkati bilan hamkorlashib, Chernavoda yadro elektr stansiyasida 3 va 4 guruhni qurmoqchi bo'lgan. Xitoy bilan tuzilgan to'xtam amaldan qoldirilgan ekan, Ruminiya davlatlik yadro elektr shirkati tashqi dunyodan xaridor chaqirdi ekan. Bu 2 yadro reaktorining mo'ljardagi mablag'i 6 milliard yevro ekan. O'tgan 1 yilda vaziyatda ko'rinarli o'zgarish bo'lgan bo'lib, bir tarafdan Amerika Xitoy yadro elektr guruhini harbiy maqsadda Amerikaning yadro texnikasini o'g'irlamoqchi deb ayblagan va qora tizimlikka kirgizgan. Bu qarorga asosan Amerika shirkatlarining Xitoy yadro elektr guruhi va u hamkorlashgan shirkatlarga uskuna eksport qilishi cheklangan. Yana bir tarafdan Fransiya agentligining tahliliga qaraganda, Yevropa Ittifoqi Xitoyning mablag'iga ishonmaydi ekan. 5-oyning oxirida Ruminiyaning iqtisod ministri Popisko Ruminiyaning Amerika bilan strategik hamkorlik munosabati bor. Biz strategik hamrohlarimizni hurmatlaymiz degan. Shunga u Ruminiya davlatlik yadro elektr shirkatidan Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti va Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar ichidan hamkorlashuvchi izlab 2 yadro reaktori qurishga mablag' solg'izishni talab qilgan. Beijingda qaytadan yuqumlanuvchilarning bayqalishi Xitoylarni andishiga soldi. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Beijingda oldingi 2 kun ichida yangidan Xitoy virusi bilan yuqumlangan 3 kishi bayqalgan bo'lib, Beijing doiralari jiddiy tadbir qo'llanishga majbur bo'lgan. Xitoy doiralari oldingi mezgillarda yuqum ahvolini kontrol qilgandan keyin qaytadan bayqalganlarning hammasi degudek chet eldan kirganligini e'lon qilib kelgan. Ammo bu qatim Beijingda bayqalgan 3 yuqumlanuvchining qanday yuqumlanganligi aniq bo'lmagan. Fransiya Xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Beijing doiralari buningga qarata tadbir qo'llanib, 2 yemaklik bozorini taqib etgan. Kelar haftadan boshlab maktablarda o'qishni asliga keltirish planlangan bo'lsa-mu, yangi ahvol sababli boshlang'ich 3-yillikcha bo'lgan o'quvchilarning dars boshlashi amaldan qoldirilgan. Yangidan yuqumlanuvchilarning bayqalishi Xitoy fuqarolarining andisini qaytadan kuchaytgan bo'lib, ular ijtimoiy taratqularda yuqumning qaytadan bosh ko'tarishidan ansirayotganligini bildirishgan. Amerika armiyasining Tinch okeanda Xitoyga taqobil turishiga 6 milliard dollar ajratildi. Amerika Kengash palatasining harbiy ishlar komiteti 11-iyun kuni Amerika armiyasining Xitoyning Tinch okean rayonidagi tahdidiga taqobil turishi uchun 6 milliard dollarlik qo'shimcha harbiy xomchot ajratishini ma'qulladi. Mudofaa xabarlari to'rining oshkorlashicha, buning bilan Amerika armiyasining Tinch okeandagi harbiy kuchini kuchaytirib, Xitoyga taqobil turish to'g'risidagi bu harbiy xomchot loyiha rasmiy qonunga aylanishga bir qadam yaqinlashgan. 6 milliard dollarlik qo'shimcha harbiy xomchot ajratish to'g'risidagi bu loyiha Amerikaning 2021-yillik davlat mudofaa xomchot huquqiy qonuniga kirgizilgan. Kengash palatasi harbiy ishlar komitetining ta'kidlashicha, bu qo'shimcha harbiy fondning 2021-yillik Amerika davlat mudofaa xomchot huquqiy qonunida o'rin olishi Amerikaning Hindi Tinch okean rayonidagi manfaatini qo'g'dash irodasi ching turadiganligi to'g'risida Xitoy Kompartiyasiga berilgan kuchli signal ekan. Harbiy ishlar komiteti o'zining bu vaqtdagi hujjatida bu loyiha nishonning harbiy iqtidoridagi ochqishliq farqlarga markazlashib, Amerikaning ittifoqdosh va sheriklarini xotirjam qiladi. Uning Hindi Tinch okean rayonidagi tahdid selish kuchiga bo'lgan ishonchini oshiradi deyilgan. Kengash palatasi harbiy ishlar komiteti payshanba kuni Amerikaning 2021-yillik davlat mudofaa xomchot huquqiy qonunini ma'qullab, kelar yillik Amerika davlat mudofaa xomchotini 740 milliard 500 million dollarga chiqargan. Mazkur mudofaa xomchoti qonuni Xitoy Janubiy dengizda o'zining harbiy kuchini davomli kuchaytirayotgan, bu rayondagi orollarda harbiy bazalarni qurib, butkul Janubiy dengizda egilik huquq talab qilayotgan Amerikaning bu rayondagi harbiy mavjudligi
uning bu rayondagi ittifoqdoshlariga jiddiy tahdid selayotgan mezgilda ma'qullandi. Zimiston to'ri Uyg'ur ayollari jazolanyapti. Ayollar huquqini qo'g'dug'uchilar ularni qo'llamdi sarlavhilik maqola e'lon qildi. 12 may kuni Italiyadagi Zimiston nomli diniy erkinlik to'rida e'lon qilingan bir maqolada Uyg'ur ayollarining jazolanayotganligi, lekin dunyodagi feminist, ya'ni ayollar huquqiy harakatlarining bu tragediyaga sukut qilayotganligi tanqid qilindi. Maqolada Uyg'ur ayollarining bosqinchilikka uchrayotganligi, Xitoylar bilan to'y qilishga majburlanayotganligi, tutqun qilinib qo'rqinchli tarbiyalash lagerlariga qamalganligi va o'ldirilganligi eskartilib, lekin buni g'arbdagi ayollar huquqini qo'g'dug'uchilar, feministlar nimishqa ko'rmasga soladi deb savol qo'yildi. Uyg'ur ayollari jazolanyapti. Feministlar ularni qo'llamdi mavzuliq maqolani Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining rahbari, Uyg'ur faoliyatchi Roshan Abbas qalamga olgan. U Xitoyning Uyg'ur ayollarini Xitoylar to'y qilishga majburlab, ularning naslini o'zgartirishga kelishganligini ogohlantirib, buni hukumatning qo'llashida butkul ayol jinsiga kollektiv bosqinchilik qilib, ularni Uyg'ur qon sistemasidan yiroqlashtirishni maqsad qilgan deb tushunishdan boshqa amal yo'q. Uyg'ur ayollari endi Uyg'ur bolalarini tug'ib berolmaydi. Endi yangi avlod Uyg'urlar tug'ilmaydi. Xitoyning sistemalik irqiy qirg'inchiligi avtomatik temir yo'l relisiga bog'lab qo'yildi degan. Uning ta'kidlashicha, Xitoy rejimi Uyg'ur ayollarini qulluqqa tutgan bir mezgilda dunyoning har qaysi joylaridagi ayollar haqiqiy ma'noda va qurbon beradigan shaklda birlashib, Uyg'ur ayollarining tegishlik izzat-hurmatga sazovor bo'lishi uchun otlanishi kerak ekan. U maqolasining oxirida yana mundaq degan: Birlashgan Millatlar Tashkiloti setib elindi. Erkin dunyoning rahbarlari sukut qilmoqda. Hollywood Xitoyning puli bilan mengishni tanladi. Ular o'zining ruhini sota olasimi, lekin ayollarning ruhi bak kuchlik. Oxirida haqiqat g'alaba qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti organlari surishti qilayotgan tutqun Azimat Anvarning 15 yillik kesib etilganligi o'tirg'a chiqdi. G'ulji shahridagi Dadabala tutqunlardan Anvar Tursunxo'ja bilan Azimat Anvarning yo'lsiz tutqun qilinishi masalasi xalqaro advokatlarning qo'l tiqishi bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotining aloqador organlariga yetib borgan va bu organlar Xitoy rejimiga material yo'llab, bu Dadabalaning ahvolini surishti qilayotgan mezgilda o'g'il Azimat Anvarning 15 yillik kesilganlik uchuri o'tirg'a chiqdi. Mas'ul advokat Michael Polak Sharq Turkistondagi vaziyatning insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini ta'kidlash bilan birlikda bu Dadabala mahkumlarining haq huquqi uchun boshlagan harakatini to'xtatmaydiganligini bildirdi. G'ulji shahridagi Taksim savdo sarayining sohibi Anvar Tursunxo'ja Turkiya bilan tijorat qilganligi va uning o'g'li Azimat Anvar Turkiyada o'qib kelganligi uchun 2018-yil 1 va 4-oylarda tutqun qilingan edi. Bu Dadabala tutqunlarining Kanada, Norvegiya, Germaniya va Shvetsiyada yashayotgan urug' tuqqanlari o'tgan yilning oxiridan boshlab guvohlik bayonotlarini e'lon qilgandan keyin chet eldagi Adolat nomli advokatlar shirkati bu vaqtda dido turg'izib, ahvolni bu yil 3-oyda Birlashgan Millatlar Tashkilotining aloqador organlariga yo'llagan edi. Mazkur shirkatning to'r betidagi bir xabarda ma'lum bo'lishicha, mas'ul advokat Michael Polak o'tgan oyning 14-kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining majburiy g'oyib qilib etilganlar xizmat guruhi va xohlagancha tutqun qilinganlar ishxonasining mas'ullari bilan videoliq ko'rishgan va bu ko'rishishda uningga mazkur Dadabalaning nima uchun tutilganligi ham nada ekanligi haqida ma'lumot talab qilib, Xitoy tarafga material yo'llanganligi uqtirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti organlari va Dadabala tutqunning chet eldagi urug' tuqqanlari Xitoy tarafdan bir javob kutib turgan bu mezgilda tutqun Azimat Anvarning Qo'rg'os noyasida ochilgan bir sudda 15 yillik kesib etilganlik xabari o'tirg'a chiqdi. Azimat Anvarning Kanadadagi hammasi Munavvar Tursunxo'janing Erkin Osiyo radiosiga bayon qilishicha, mazkur sud o'tgan oyning dastlabki haftasi ochilgan. Sudga Azimat Anvarning onasi va singlisi qatnashgan. Sudda advokat ishlatilmagan. Mahkum oila tabiatlariga yozma hukmi berilmagan. Uchur sudga qatnashganlardan bevosita emas, vositalik yo'llar bilan elinganligi uchun sudning rasmiy sud mahkamasi ochilganligi yoki turmada ochilganligi ma'lum emas. Radioning telefonini qabul qilgan Qo'rg'os noyalik sud mahkamasi telefon orqali har qanday bir dilo haqida ma'lumot berilmaydiganligini aytgan. G'ulji shaharlik sud mahkamasi bu dilolarning davlat maxfiyatligiga yotadiganligini eskartib, muxbirning savollariga javob bermagan. Zimiston to'ri Xitoy virusi bultur 8-oyda tarqalishga boshlaganligini bildirdi. Zimiston to'rining bugun e'lon qilgan xabarda Xitoy doiralarining bultur 8-oyda Xitoy virusidan xabardor bo'lganligi
Ammo buni xalqaro jamiyatdan yoshirganligi bildirildi. Xitoy doiralari virus yangidan oshkorlangan vaqtlarda vaziyatni yoshirishga uringan bo'lsa-mu, ammo yuqum ahvolining og'irlashishiga ergashib, bu yil 1-oyda yangi virus tarqalganligini xalqaroga e'lon qilgan. Ammo ko'plagan mutaxassislar va taratqular buningga gumon bilan qaragan va Xitoyda bultur 11-oyda bu virusning bayqalganligini, Xitoy doiralarining buningdan xabardor ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Zimiston to'rining bu vaqtdagi xabarida yuqumning boshlanish vaqtining 8-oyga surildiganligi ko'rsatib o'tilgan va bu qarashning Harvard universiteti e'lon qilgan eng yangi tadqiqot natijasiga asosan chiqarilganligi qayd qilingan. Harvard universitetining mazkur tadqiqotida sun'iy hamrohdan tortilgan suratlar orqali 2 yildan buyon Wuhan shahridagi doktorxonalarda to'xtatilgan avtomobillarning soni selishtirilgan. Natijada bultur 8-oydan boshlab to'xtatilgan avtomobillarning soni tuyuqsiz hassilab eshib ketgan. Undan boshqa Xitoyning Baidu to'ridimi o'xshash vaqtdan tortib yo'tilish, ish surish qatorliq halqiliq so'zlarni izlash soni ko'paygan. Xabarda Xitoyning virus yuqumini yoshirib, butun dunyoga tarqalib ketishiga sabab bo'lganligi, ularning bu mas'uliyatdan qochib qutula olmaydiganligi ta'kidlandi. Türkiyədəki Xitay virusunun ən yeni əhvali. Türkiyə Cumhuriyeti Səhiyyə Ministeri Fahrettin Koca 12 iyun bir gün içində Xitay virusu bilan 15 kişinin qaza qılğanlığını e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7-də Türkiyədəki Xitay virusu yuqumining ən yeni əhvalini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 41013 kişinin tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1195 yuqumlanuvchining ko'payganligini. Bunun bilan Türkiyədə Xitay virusu bilan yuqumlanğuchilarning soni 175218 ga yetganligini, bir kun ichida 15 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4778 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 1242 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 664 bemorning kasalining og'ir ekanligini, salomatlikka asliga kelmagan bemorlarning soni 25000 atrofida ekanligini, kesili og'ir bemorlar sonining mo'ljardagi bilan o'xshash bo'lganligini, Xitoy virusining tarqalishining sal qarashdan bo'layotganligini, shunga maska taqash, ijtimoiy munosabatlarda o'zaro orliq saqlash, pokizlik qatorliq zarur tadbirlarga sal qaramay amal qilish kerakligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shundaqla program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.